Yer yuzidagi eng maxfiy joyni qanday yo'q qilish mumkin? Bu portlovchi moddalar masalasi emas. Bu geologiya va fizika masalasi. Eronning shimoli-sharqida, Lavizan tumanidagi oddiy ko'ringan ko'chalar ostida an'anaviy harbiy muhandislik qoidalaridan ham ustun bo'lgan inshoot joylashgan. Bu cho'ldagi oddiy harbiy baza emas. Bu oliy rahbar Ali Xumayniyning shaxsiy qo'mondonlik markazi va panoh joyidir. Razvedka agentliklari uni chuqur joylashgan va mustahkam himoyalangan obyekt deb ta'riflagan. Ammo bu rasmiy atama uning haqiqiy kuchini to'liq ifodalamaydi. Bu yer yuzasidan 100 metr chuqurlikda joylashgan qal'a bo'lib, uning usti tog' jinsi va juda zich beton qatlami bilan himoyalangan. Bu qatlam ba'zi joylarda tog'ning o'ziga qaraganda qattiqroq. Bunday qurilish strategiyasi passiv mudofaa deb ataladi. Mantiqan oddiy. Agar sen amerikalik stealth bombardimonchilarni urib tushira olmasang, ularning bombalarini etib bormaydigan darajada chuqur inshoot qurishing kerak. Bu bunkerni yo'q qilish nega shunchalik qiyinligini tushunish uchun uning qanday materiallardan qurilganini bilish lozim. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga qarashli Xatam al-Anbiyo muhandislik konsuli oddiy qurilish materiallaridan foydalanmagan. Ular ultra yuqori mustahkamlikka ega maxsus beton tarkibini ishlab chiqqan. Oddiy qurilish betonining bosimga chidamliligi taxminan 4000 atrofida bo'lsa, Lavizan kompleksi devorlarida 20 mingdan ortiq mustahkamlikka ega po'lat to'lalar va nano qo'shimchalar bilan mustahkamlangan beton ishlatilgan. Amalda bu sun'iy granitga o'xshaydi. Ammo beton bu faqat ichki qobiq. Asosiy kapsula ustida kinetik energiyali probevchi bombalarni zararsizlantirish uchun mo'ljallangan bir nechta himoya qatlamlari joylashgan. Eng muhimlardan biri Burster plita. Bu shaxtaning o'rtasida joylashgan. Qalinligi taxminan 5 metr bo'lgan granit toshlar yoki mustahkamlangan beton qatlami bo'lib, uning vazifasi tushayotgan bombaning portlash detonatorini erta ishga tushirish yoki korpusini asosiy inshootga yetib bormasdan sindirib yuborish. 100 metr chuqurlik asosiy himoya hisoblanadi. G'arb arsenalidagi eng mashhur bunkerbuzar bomba GBU 28 taxminan 6 metr betonni yoki 30 metr tuproqni teshib o'tishi mumkin. Lavizan kompleksiga nisbatan uni tashlash tankga tosh o'tishga o'xshaydi. Hatto B-2 Spirit samolyoti tashiydigan 30 ming funtlik GBU 57 ham nazariy cheklovlarga ega. Qattiq tog' jinsi yoki yuqori mustahkam betonda u taxminan 20 metrgacha kirib borishi mumkin. Bu esa portlash bilan maqsad orasida yana 80 metr tog' jinsi qolishini anglatadi. Bir marta zarba berish foydasiz. Ichkaridagi nishonni yo'q qilish uchun Amerika havo kuchlari juda xavfli va yuqori aniqliklik talab qiladigan jackhammering deb ataluvchi manyovrni amalga oshirishga majbur bo'lar edi. Jackhammering texnologiya imkoniyatlarining deyarli eng chegarasida turgan taktika hisoblanadi. U bir nuqtaga bir nechta B-2 bombardimonchilari hujum qilishni talab qiladi. Birinchi samolyot GBU-57 bombasini tashlaydi. Bomba yerga ovoz tezligidan yuqori tezlikda urilib, booster qatlamini teshib o'tadi va tosh qatlamlar ichida portlaydi. U bunkerni yo'q qilmaydi. U faqat katta chuqurlik hosil qiladi. Bir necha soniyadan keyin ikkinchi samolyot yana 30 ming funtlik bomba tashlaydi. Yo'naltirish kompyuteri bu ikkinchi bombani birinchi bomba qoldirgan aynan shu teshikka aniq kiritishga majbur. Shunda ikkinchi bomba energiyasini yuza toshlariga sarflamaydi, balki birinchi portlashdan hosil bo'lgan chuqurlik orqali pastga tushib, uning tubida portlaydi. Keyin uchinchi bomba, ehtimol to'rtinchi bomba ham xuddi shu tarzda tashlanishi kerak. Xatolikka o'rin yo'q. Agar ikkinchi bomba hatto bir necha metrga o'xshisa, u yangi tosh qatlamiga uriladi va ta'sir yo'qoladi. Eronliklar buni yaxshi bilishadi. Shuning uchun Lavizan tumani yaqin sharqdagi eng kuchli elektron urush tizimlaridan biri bilan qoplangan. Quvvatli GPS jammerlar radiospektrni shovqin bilan to'ldirib, tushayotgan bombalarning Sputnik orqali boshqaruv tizimlarini ko'r qilib qo'yadi. Agar bombaning aniqligi hatto biroz pasaysa ham, jackhammer taktikasi muvaffaqiyatsiz tugaydi. Bundan tashqari, bunker yaqin portlashlardan kelib chiqadigan seysmik zarbalarga ham bardosh bera oladigan qilib loyihalashtirilgan. Ichki qo'mondonlik modullari osmono'par binolarni zilziladan himoya qilishda qo'llanadigan ulkan amortizatorlarga o'xshash tizimlarga o'rnatilgan bo'lib, ular uskunalar va odamlarni yerning kuchli silkinishidan izolyatsiya qiladi. Harbiy forumlarda ko'p muhokama qilinadigan yana bir nazariy variant Rods from God yoki kosmosdan kinetik zarba berish g'oyasi. Bu g'oyaga ko'ra, orbitadan telefon ustuni kattaligidagi volfram tayoqchasi tashlanadi va u 10 mach tezlikda yerga urilib, radiatsiyasiz yadroviy qurolga teng kuchli zarba beradi. Ammo fizika qonunlari buni amalda fantaziyaga aylantiradi.
Agar snaryad 1,5 km/sekunddan yuqori gipertezlikda toshga urilsa, materiallar suyuqlik kabi harakat qila boshlaydi. Orbital tezlikda yerga uriladigan volfram tayoqchasi yuzlab metrga kirib bormaydi. U urilish paytida eriydi va bug'lanib ketib, barcha energiyasini yer yuzasida chiqarib bo'ladi. Probif kirishning gidrodinamik cheklovi shuni anglatadiki, gipertovushli snaryadga qaraganda sekinroq, ammo og'ir po'lat nayza, masalan GBU-57, yerni teshib kirishda amalda samaraliroq hisoblanadi. Agar oddiy fizika usullari samara bermasa, Amerika arsenalida Lavizan kompleksini aniq yo'q qilishni kafolatlaydigan faqat bitta variant qoladi. Bu B-61-11. Bu oddiy yadroviy bomba emas. U yerga kirib portlaydigan taktik yadroviy qurol bo'lib, uning quvvati 340 kilotonnagacha o'zgaruvchan. U portlashdan oldin bir necha metr chuqurlikkacha yerga kirib borish uchun mo'ljallangan. Yadroviy portlashning energiyasi yer qatlami bilan bevosita bo'langanda juda katta seysmik zarba to'lqini hosil bo'ladi. Yuzadagi portlash energiyaning katta qismini havoda yo'qotadi. Yer ostidagi portlash esa yer po'sti orqali ulkan bolg'a zarbasi kabi tarqaladi. Hech qanday ultra mustahkam beton yadroviy qurol keltirib chiqaradigan mahalliy zilzilaning kesuvchi kuchlariga bardosh bera olmaydi. Tosh qatlami go'yo suyuqlik kabi holatga kelib qoladi. Bunker esa banka kabi ezilib ketadi. Biroq uni qo'llash siyosiy jihatdan deyarli imkonsiz. Narxni talab qiladi. Cho'ldagi chekka obyektdan farqli ravishda Lavizan bunkeri Tehron shahri ichida joylashgan. Yer ostidagi yadroviy portlash millionlab tonna radioaktiv tuproqni atmosferaga o'tib chiqaradi va bu radioaktiv yog'in poytaxtni qoplab, 100 minglab tinch aholi halok bo'lishiga olib keladi. Qo'shma Shtatlar harbiy maqsadiga erishishi mumkin, ammo bu insoniyat tarixida misli ko'rinmagan gumanitar falokat evaziga bo'ladi. Eronliklar o'z qal'asini nafaqat tosh qatlamlari ortiga, balki o'z fuqarolari tashkil etgan inson qalqoni ortiga ham qurgan. Shuning uchun Lavizan bunkerini yo'q qilish, uni portlatishni talab qilmasligi ham mumkin. Funksional mag'lubiyat konsepsiyasiga ko'ra bunkerni ezib tashlash shart emas. Uning ichidagi odamlarni harakatsiz qoldirishning o'zi kifoya. Kompleks havoga bog'liq. Havo kirish shaxtalari portlashga qarshi klapanlar va biologik hamda kimyoviy qurollardan himoya qilish uchun mo'ljallangan harbiy darajadagi neyrofiltrlar bilan himoyalangan. Ammo ular termobarik hujumga to'sqinlik qila olmaydi. Havo kirish ventilyatsiya shaxtalari yaqinida portlatilgan yonilg'i havo aralashmasi atrofidagi hududdan kislorodni tortib olib, vakuum hosil qilishi mumkin. Bu esa ichkaridagi odamlarning o'pkalarini shikastlashi yoki generatorlarni ishdan chiqarib, ularni bo'g'ib qo'yishi mumkin. Yana bir variant yuqori aniqlikdagi zarbalar orqali barcha kirish-chiqish yo'llarini yopib tashlash. Shu bilan rahbariyatni tiriklayin ko'mib qo'yish. Bunda bunker qabrga aylanadi. Lavizan kompleksi mavjudligi zamonaviy urushning eng yuqori darajadagi to'siqli muvozanatini ifoda etadi. Qo'shma Shtatlar yetarlicha vaqt va qurol aslaha bo'lsa, istalgan tog'ni teshib o'tish imkoniyatiga ega. Ammo Eron shunday nishon qurganki, uni yo'q qilish qiymati dollarlarda emas, balki siyosiy oqibatlarda o'lchanadi. B-2 Spirit samolyotlari yerni yorib tashlay oladigan qurollarni ko'tarib, tul qorong'usida aylanib yurishi mumkin. Ammo mojaro oddiy, yadroviy bo'lmagan darajada qolar ekan, bunker ichidagi odam xavfsiz qoladi. 100 metr chuqurlikda, geologiya fizikasi va geosiyosat cheklovlari bilan himoyalangan holda. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Omon bo'ling.